harfi haqida ertak. Bir kuni bo'ri bolasi yayrab o'ynab yurib, bexosdan hovliga yugurib kirib qoldi. U shoshganidan tuzoqqa ilinib chiqolmay qoldi. Bechora bo'richa dardli ohangda "U" deb ovoz chiqarib yig'lay boshladi. Uning ovozi butun hovlini titratib yuborgandek bo'ldi. Bu ovozini eshitgan Ulug'bek yugurib chiqdi. U holatni ko'rib birdan yuragi achishib ketdi. Zudlik bilan dadasini chaqirdi. Dadasi kelgach, ular birgalashib o'ylay boshlashdi. Ulug'bekning ko'zi hovlidagi magnitga tushdi. U magnit U harfiga o'xshagan shaklda edi. Ular magnit yordamida ehtiyotkorlik bilan tuzoqni tortib ochishdi va bo'ri bolasini ozod qilishdi. Bo'ri bolasi erkinlikka chiqqach, minnatdor bo'lgandek yana "U" deb ovoz chiqardi. Bu safar uning ovozi qo'rquvdan emas, quvonchdan jaranglardi. Ulug'bek chuqur o'yga toldi. Qarang-a, magnitning shakli ham, u bo'ri ovozi ham "U". Demak, bugundan boshlab "U" harfi men uchun nafaqat harf, balki yordam, ozodlik va do'stlik ramzi bo'lsin, dedi u o'ziga. Shu kundan boshlab Ulug'bek "U" harfini ko'rganida bo'richa va uning quvonchli ovozi yodiga tushadigan bo'ldi.